Assalomu alaykum, Hajalxon onajonim, salomatmisiz? Ming bora uzr bezovta qildik. Mo'jizalarga boy bo'lgan kuningiz, qarshi olayotgan yangi va yoshbangi bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat onajon. Qishda kelgan bahoringiz bilan qutlab qolamiz. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekistonning sirli tabriklar loyihasidan bezovta qildik. Siz bilan g'oyibona suhbat qurayotgan loyiha boshlovchisi Charosxon bilan aloqadasiz. Rahmat Charosxon qizim, siz ham umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Rahmat. Biz yoshlarga yetib yuring. Aytganingiz kelsin onajon. Bugun tavallud ayyomingiz bilan qutlab, loyihamizga juda ham ajoyib, samimiy, go'zal bo'lgan dilnomalar yetib kelibdi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? O'zlarining yurakdagi izhorlarini sizga yetkazish maqsadida bizga murojaat qilgan qadrli insoningiz kim bo'lishlari mumkin deb o'ylaysiz? Shu bitta jiyanim borda, poytaxtlik. O'sha jiyanimdan deb o'ylayapman. Albatta. O'sha jiyanimdan deb o'ylayapman. Feruzaxondan umr uzoq bo'lsin ilohim. Albatta, baxtingizga ko'z tegmasin ilohim. Chindan ham onajon, yanglishmadingiz. Sizga ushbu tilaklarni barcha oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz va qadrdonlaringiz bo'lmish mehribonlaringiz Nasibaxon, Feruzaxon opalar va barcha yaqinlaringiz nomidan Shahodatxon opa qutlab qoladilar. Yo'lingga shukr qilsan. Rahmat. Doimo shunday yaqinlar ardog'ida bo'lib yuring onajon. Albatta, bunday vaziyatda yanglishish hech qanday ayb emas, negaki insonni yaxshi ko'rgan insonlar davrasida suyuklisi bo'lish ham mana shunday vaziyatlarda biroz qiyinchilik tug'diradi. Negaki kim ekan deb o'ylanib qolasiz. Kim ekan? Albatta, ushbu tilaklarni barcha oila a'zolaringiz nomidan jiyanlaringiz Nasibaxon, Feruzaxon opa nomlaridan ham jiyaningiz Shahodatxon opa tabriklab qoladilar. Rahmat, Shahodatxonda umr uzoq bo'lsin, katta qiz bo'lsin ilohim. Aytganingiz kelsin. Rahmat, mehr-oqibatingizga ko'z tegmasin. Agarda ularga sizni ham gaplaringiz bo'lsa, bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Ular sizni biroz daqiqalardan so'ng albatta eshitishadi va undan so'ng siz tomon yo'llangan dilnomalarni o'qib eshittirib o'taman. Mayli, ilohim. Jiyanlarim umrlar uzoq, rizqlar ulug' bo'lsin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarisin. Biz yoshlarimizga yetib yursin, oqibatimiz uzilmasin. Katta rahmat Shahodatxon, katta qiz bo'lsin. Nasibaxonga, Feruzaxonga katta rahmat. Boshim osmonga yetdi. Rahmat. Dunyo turguncha tursin. Albatta onajonim, baxtingizga ilohim hech qachon ko'z tegmasin. Alloh ikki dunyo saodatiga erishtirsin deymiz va e'tiboringizga ular tomonidan yo'llangan dilnomalarni o'qib eshittirib o'taman. Onamga o'xshagan nurli yuzligim, to'yib erkalatgan shirin so'zligim, osmonda yulduzim, ohu ko'zligim, mehrla siylagan gulim jonajon, joningiz omon bo'lsin jonim, xolajon. To'ylarda davrani to'ldirib o'ynang, bir umr qo'lingizdan Qur'onni qo'ymang, mening izhorlarim hazilga yo'ymang, onamdek bo'lasiz har dam qadrdon, joningiz omon bo'lsin jonim, xolajon. Onamni yonida turing har mahal, men uchun so'zingiz tillodan afzal, birga uyushtiring hajlarga safar, onamga o'xshagan eng mehribon, joningiz omon bo'lsin jonim, xolajon. Gap-gashtakka boring, to'ylarga boring, bizlarni har mahal duolar qiling. Hurmatim cheksizdir, siz shuni biling. Ardoqda bo'lasiz har dam, har zamon, mening duogo'yim jonim, xolajon. Assalomu alaykum, mening quvonch shodligim bo'lgan xolajonim. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab qolaman. Ilohim yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. Sizni juda yaxshi ko'raman. Yaxshiyam baxtimga borsiz. Qadam bosgan yerlaringizda chechaklar unsin. Hamisha Allohim ishlaringizga yor bo'lsin. Allohim bergan umrning har bir onini cheksiz quvonchda baxt o'tkazing. Har yili oila davrasida qatorimizdan kam bo'lmasdan shu kabi shukronalik kunlaringizni ko'pdan ko'pini birgalikda nishonlab yuraylik. Qadri qadidan-da, tog'lardan-da baland bo'lgan xolajonim. Bugun tilaklarim bir ummon, bir olam. Garchi bularni oldin o'zingizga ayta olmagan bo'lsam
hamda mana shu fursatdan foydalanib dilimdagi eng ezgu tilaklarimni sizga oshkor etyapman. Siz onamiz kabi bo'lib bizlarni davlatim, jannatim deya siydingiz. Oldingizda go'yo onam kabi sizdan ham jannat qarzim bor. Ilohim dunyolar turguncha tiring. Aziz boshingiz g'am ko'rmasin, chinor qaddingiz hech qachon bukilmasin. Mehribonim, yana bir bora Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklab qolaman deya o'zlarini ushbu samimiy izhorlarini sizga o'qib eshittirishimizni so'rab qolishgan edi. Rahmat, dunyo turguncha tursin ilohim. Ular ham shukrona kunlarini ming oyda yuzini ko'rib yursin jiyanlarim ilohim. Qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. Juda xursand bo'ldim. Sizga ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin. Rahmat, ilohim, aytganingiz kelsin. Tabrik loyihamiz va loyiha ijodkorlari tomonidan ham ushbu quvonchli kuningiz bilan chin dildan muborakbod etib qolamiz. Doimo shodliklar, vafoli do'styorlar, yaxshi insonlar hamrohingiz bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat onajon. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, rahmat, sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Yulduzdek quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun, dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan, baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni ilohim. Sevinyu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin xudoyim. Sevinyu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.